Assalomu alaykum. Bugungi kunda O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Shu yo'nalishda ishlab chiqilgan DMET yagona tibbiyot axborot tizimi bemorlarning tibbiy ma'lumotlarini, elektron retseptlar va boshqa xizmatlarni yagona platformada jamlaydi. Endi esa ushbu tizim oson kassa bilan integratsiya qilindi. Bu yangilik dorixonalarga elektron retseptlarni qabul qilish va dori vositalarini sotish imkonini beradi. Endi hammasi yanada oson. DMET orqali retseptni qabul qilish uchun avvalo mijozga taqdim qilingan onlayn retseptning QR kodi kerak bo'ladi. Uni skanerlash uchun oson kassada yangi chek oching. Va ushbu DMET tugmasini bosing. DMET tugmasini bosganingizdan so'ng ochilgan oynada QR kodni skaner qiling. Bu oynada siz retseptdagi dori mahsulotlari va ularga tegishli kerakli ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Har bir ID bitta retseptga tegishli. Ya'ni har bir dori mahsuloti alohida retsept hisoblanadi. Davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, kassaga yangi oyna qo'shildi. Ushbu ustunlarda kerakli ma'lumotlar ko'rsatiladi. Yangi ustunlarni quyidagi tartibda qo'shish mumkin. Общее количество. Mijoz retseptida belgilangan umumiy miqdor. Выдача количества. Dorixona tomonidan berilishi mumkin bo'lgan miqdor. Mahsulot sotilganda выдача количества ustunidagi miqdor avtomatik tarzda kamayadi. Bu yerdagi miqdorlar dona hisobida yuritiladi. Masalan, agar mahsulot shakli tabletka bo'lsa va bu yerda 30 deb yozilgan bo'lsa, bu 30 dona tabletka berilishi kerak degani. Dori mahsuloti bosilganda oson kassada MNN, ya'ni xalqaro patentlanmagan nom bo'yicha avtomatik qidiruv amalga oshiriladi. Bu standart qidiruv usuli hisoblanadi. Agar siz dorini ATX kodlari bo'yicha izlamoqchi bo'lsangiz, oynaning yuqori qismida joylashgan ATX tanlovini belgilang. Agar dozirovkaga ham tasdiq belgisini qo'ysangiz, qidiruvda dozalash ham hisobga olinadi va alohida ajratib ko'rsatiladi. Mahsulot DMET retsepti asosida chekka qo'shilganda, u avtomatik tarzda DMET tizimi tomonidan tekshiriladi. Ya'ni sotilayotgan mahsulotning mijoz retseptiga mosligi nazorat qilinadi. Tekshiruv quyidagi ustuvorlik tartibida amalga oshadi. Avvalo, mahsulot UzFarm Control ID bo'yicha tekshiriladi. Agar ID topilmasa, keyingi bosqichda markirovka kodi asosida tekshiriladi. Agar u ham mos kelmasa, so'ngida shtrix kod bo'yicha tekshiruv amalga oshirish uchun oyna ochiladi. Agar mahsulot birinchi yoki ikkinchi bosqichda muvaffaqiyatli tekshirilsa, jarayon hech qanday to'siqlarsiz davom etadi. Ammo agar shtrix kod oynasi ochilsa, mahsulot shtrix kodini skaner orqali kiritishingiz kerak bo'ladi. Tekshiruv shu orqali amalga oshiriladi. Retsept to'liq yig'ilgandan so'ng to'lov turi tanlanadi va savdo amalga oshiriladi. Bu vaqtda tizim barcha ma'lumotlarni avtomatik ravishda DMET tizimiga yuboradi. Endi DMET orqali elektron retseptlarni oson kassada oson qabul qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.